Alayhissalom, sizlar bilan men boss bo'ldim. Bugungi videoda biz hammaga mashhur bo'lgan klaviaturani ustida bosib tezligimizni, levelimizni ko'tarish, oshirish bo'ladi. Bugungi navbatda biz speedimiz 42 ekan. Hoppa. Kanalımıza geldiğiniz için albatta abone olmayı iyi olun. Kanalımıza geldiğiniz için belki partisi yok olsa bunların çok videolarını çıkartmışlarımız. Abone erteye yani 8. günküne canlı stream bo'ladi. Albatta qo'shilib streamda random yana 10 ta obunachimizda qo'shib birgalikda o'ynaymiz. Bu videoda bizning niyatimiz 100 ta obunachilik olish. 100 ta obunachilarimizdan keyin 10 tasini random tanlab olib birgalikda bir sirli o'yinimiz bor. Shu o'yinimizni o'ynaymiz. Nechta obunachi qilganini shu videodan kommentariyada yozib qoldiraman. Albatta kommentariyani o'qing va meni videolarimni har kun kuzating. Mana bitta minus oldik. Endi bu ishimiz kerak ekan. Mana bu yerga borib mashq qilamiz. Bu yerda bir son bor ekan. Gruppaga qo'shilamiz. Hozir gruppaga qo'shildik. Negadir bizga bermayapti bu narsani. Berish kerak. Like bosish kerak ekan. Uni olib olmadi. Treadmill safe. Treadmill paydo, xohlagan joyimizda treadmill paydo qila olamiz. Invertorimizda esa buralar bor ekan. Tezlashdik. Bu samolyotda mana bularga o'xshab judayam tez bo'lishimiz kerak. Hoppa, sakradik, tushib ketmadi. Yaxshi, sakradi. O'yin qo'tyapti chunki bizning internetimiz yaxshi ishlamayapti. Yo'q.